Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Yaqindan buyon ba'zi bir qarindoshlar mendan shu qon tipi bilan COVID-19 kasali orasidagi bu bog'lanish, qandaq bir bog'lanish, u to'g'risida o'tirg'a chiqqan ko'z qarashlarniki ilmiy asosi bormi deb so'ragan edi. Men u qarindoshlarga javoban bu to'g'risida sizlarga qisqacha bir leksiya so'zlab bermoqchi. Hammanglarninki diqqat bilan anglashinglarni umid qilaman. Hammamizga ayon bo'lgandagidek insonlarninki ABO qon gruppasi da shu A tipli qon, B tipli qon, AB tipli qon va O tipli qon deb 4 xil qon tipi bo'lib, A tipli qonga tava adamda A antigen va B antibody bo'ladi. B tipli qon gruppasiga tava odamlarda B antigen va A antibody bo'ladi. AB tipli qon tipidagi insonlarda AB antigen bo'ladi, biroq antibody bo'lmaydi. O tipli qon gruppasiga tava insonlarda bo'lsa, antigen bo'lmaydi, A va B antibody bo'ladi. Bu odatda bizningki shu qaysi xildagi qon gruppasi bilan qaysi xildagi qon gruppasining o'zaro moslashadiganligi yoki moslashmaydiganligi qon sog'gan vaqtida nimalarga diqqat qilishimizda muhim bo'lgan uchurlar bo'lib, odatda shu normalda qismen kasalliklarniki bu qon gruppasi bilan belgilik bog'lanishi borligi ayon bo'lgandan boshqa normalda bu qon gruppasi bilan nurg'unlagan kasalliklarniki mundaq aniq bir bog'lanishi yo'q, lekin shu hozirgi tadqiqot natijasiga qaragan vaqtida bu qon gruppasi bilan shu Xitoydan tarqagan COVID-19 kasali yoki koronavirusniki belgilik bog'lanishi borligi o'tirg'a chiqyotidi. Men bu haqda shu haqda o'tirg'a chiqqan ba'zi ilmiy maqolalarniki natijasini sizlar bilan o'rtoqlashib o'tmoqchi. Bu qon tipi bilan COVID-19 kasalniki orasidagi bog'lanishni eng dastlabda, ya'ni 2020-yil 3-oyning 11-kunisi Xitoy tadqiqotchilari o'tirg'a qo'ygan bo'lib, ular ilib borgan bir tadqiqotda shu 3694 sog'lom insonlarniki shu ABO qon gruppasiniki tarqalish ahvoli bilan 2173 shu COVID-19 kasaliga giribdor bo'lgan bemorlarninki ABO qon gruppasini silishtirish orqali shu COVID-19 kasaliga giribdor bo'lganlarninki A tipli qon gruppasidagi kishilarniki shu sog'lom insonlarga nisbatan taxminan 5,5% ortiqligini, anundan keyin shu COVID-19 ga giribdor bo'lganlar ichida O tipli qon gruppasiga tava insonlarninki shu sog'lom insonlardan taxminan 8% tuvan ekanligini bayqagan. Ya'ni mundaqcha aytgan vaqtida bularninki bayqashiga asosan ular shu A tipli qon gruppasiga tava insonlarning COVID-19 kasaliga texmi oson giribdor bo'ladiganligi, B tipli qon gruppasiga tava insonlarninki bu COVID-19 kasaliga uncha oson giribdor bo'lmaydiganligini bayqagan. Bu bayqash e'lon qilgandan keyin dunyoda o'xshamagan qiziqishlarni keltirib chiqarib, keyin tadqiqotchilarning bu vaqtda yana ilgirlagan holda tadqiqot ilib berishiga sabab bo'lgan. Endi ularninki bu natijasiniki yakuni nima bo'lgan degan vaqtida, ayni vaqtida shu men yuqorida deb o'tgandagidek A tipli qon gruppasidagilarninki shu COVID-19 kasaliga giribdor bo'lish va uning sababidan o'lib ketish nisbatiniki boshqa
qon gruppasiga nisbatan yuqori bo'lganligi, anandan keyin O tiplік qon gruppasiga tava insonlarning bu COVID-19 kasaliga giribdor bo'lish va u sababdan o'lib ketish nisbatiniki tuvan bo'lganligini shu ularning tadqiqot natijasiga asosan shundoq bir yakun chiqargan. Undaqda bu bayqashning yoki u yakunninki ilmiy asosi bormi degan vaqtida bu Xitoy sirtida ilib berilgan bir tadqiqot, ya'ni shu Italiya va Ispaniyada ilib berilgan bir tadqiqotning natijasi 5 oyning 31 kunisi e'lon qilingan bo'lib, bir ilmiy jurnalda e'lon qilgan bo'lib, ularning natijasimi shu Xitoyda ilib berilgan tadqiqot natijasi bilan o'xshash chiqqan. Undan keyin shu 2020 yili 6 oyning 17 kunisi bu haqda yana bir maqola e'lon qilingan bo'lib, u maqolada shu aslida Xitoylar bayqagan, Xitoy tadqiqotchilari bayqagan shu qon tipi bilan COVID-19 kasalining orasidagi munosabatniki belgilik ilmiy asosi borligini, ya'ni uningki gen asosini aniqlab chiqqan. Ularning yakunida shu A tiplik qon gruppasiga tava insonlarningki shu koronavirus bilan yuqumlangandan keyin oksigenga bo'lgan ehtiyoji 50% ishib bordiganligi, ya'ni bu oksigen kamlikdan kelib chiqqan xatarlikniki A tiplik qon gruppasiga tava insonlarda texmi xatarlik bo'ladiganligi, anandan keyin O tiplik qon gruppasiga tava insonlarda bu xil xatarniki boshqa qon tipidagilardan 50% tuvan bo'ladiganligi bu tadqiqotchilar tarafidan bayqalgan. Ya'ni mundaq aytgan vaqtida bu aslidagi bayqashningki belgilik ilmiy asosi bo'lib, shu A tiplik qon gruppasidagi insonlar bu COVID-19 kasaliga giribdor bo'lganda yoki koronavirus bilan yuqumlangan vaqtida ularningki o'lib ketish nisbati, ya'ni xatiri nisbatan aytgan vaqtida u tipdagi qon gruppasiga tava insonlardan yuqori bo'lgan. Bu tadqiqotlarning natijasidan shundoq bir yakunni chiqarishga bo'ladi. Bu meningki shu qarindoshlar so'ragan shu qon tipi bilan bu koronavirusi yoki COVID-19 kasali orasidagi munosabatga beradigan javobim. Bugungi bu qisqa leksiyani misha to'xtatmoqchi. Hammanglarning diqqat qilib anglag'ininglarga ko'pdan ko'p rahmat. Xayr xo'sh, Xudoga omonat. Ko'rishguncha omon bo'linglar.